Rossiya ketayotgan va Rossiyada ishlab yurganlar diqqatiga. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Rossiyada 2027-yil oxirigacha xorijiy fuqarolarning mamlakat ichidagi harakatlanishini nazorat qiluvchi yangi axborot tizimi yaratiladi. 2026-yilda esa xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish tizimi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqida mamlakat hukumatining migratsiya siyosati sohasidagi rejasida so'z boradi. Hujjatda xorijiy fuqarolarning harakatlanishini nazorat qilish axborot tizimini yaratish muddati 2027-yil 10-dekabr qilib belgilangan. Mazkur ishlar ichki ishlar organlari, Federal xavfsizlik xizmati, Transport vazirligi va Raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan Rossiya hududlari ishtirokida olib boriladi. Shuningdek, Rossiya ichki ishlar vazirligi 2027-yilga qadar xalqaro aviakompaniyalarning aviachiptalarini bron qilish tizimlariga kirish huquqini oladi. Bu xorijiy tashuvchilarni Rossiyaga kirishi taqiqlangan chet el fuqarolari haqida oldindan xabardor qilish maqsadida amalga oshiriladi. Ichki ishlar vazirligi rejalarida shuningdek ochiq manbalarni tahlil qiluvchi axborot tizimini yaratish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, hujjatda aytilishicha 2026-yil dekabrigacha xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish axborot tizimini yaratish rejalashtirilgan, deyiladi xabarda.